artrit, artroz, boshqa har qanday bo'g'im kasalliklari holatiga to'g'ridan-to'g'ri nima ta'sir qilishini bilasizmi? Bu ovqatlanish. Uglevodlar, shirinliklar qonda glyukozani juda tez ko'taradi. Yallig'lanishlarni kuchaytiradi. Tarkibida har qanday fruktozasi bo'lgan mevalar, bular banan, uzum, hattoki xurmolarni ham juda ko'p iste'mol qilish podagraga moyil bo'lgan insonlar uchun yoki qonda mochevaya kislota yuqori bo'lgan kasalliklarda umuman tavsiya qilinmaydi. Chunki fruktoza qonda mochevaya kislotani ko'payishiga olib keladi, yallig'lanishlarni kuchaytiradi. Yetarli miqdorda suv ichish esa juda muhim. Suv sinovial suyuqlikka, to'qimalardagi moddalar almashinuviga yordam beradi. Bo'g'imlar kasalligi bor bo'lgan insonlar uchun eng asosiy tavsiyalar: uglevodlarni keskin kamaytiring. Kunlik suv normasini har doim ichishga amal qiling. Qonda mochevina kislotasini ko'payishiga yo'l qo'ymang. Vitamin D, omega 3, turli xil antioksidantlarni, kollagenni, magniy kabi qo'shimchalarni, nutritseptiklarni doimiy ravishda iste'mol qiling. Bu sizga juda foydali.